Salom hammaga. Horrible Breakdown kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan suyuqliklar mexanikasiga oid videolarni davom ettiramiz va bugun Bernoulli tenglamasi haqida gaplashamiz. Bernoulli tenglamasining ko'rinishi quyidagicha. Ko'rayotgan bo'lsanglar, birinchi xatda bosim va zichlik bor, ikkinchi xatda kinetik energiya, bu spesifik kinetik energiya deyiladi va spesifik potensial energiya. Ularning yig'indisi konstanta bo'lishi kerak. Bu nima degani? Ya'ni bizda qandaydir bir flow, ya'ni oqim bo'ladigan bo'lsa, o'ylaymiz, mana shu butun oqim bo'yicha olingan ixtiyoriy ikkita nuqtadan olingan mana bu narsani hisoblasak, har doim bir-biriga teng bo'lishi kerak deb. Lekin aslida unaqa emas. Bizda Bernoulli tenglamasini qo'llash uchun kerak bo'lgan 4 ta shart bor. Va bu shartlarni aytib o'taman. Birinchisi flow along a streamline. Ya'ni faqatgina streamlinedagi oqim uchungina mana shu tenglamani qo'lla olamiz. Ya'ni biz ixtiyoriy ikkita nuqta emas, flowdagi aynan streamlinedagi ikkita nuqtani olsakkina va ularni propertylaridan mana buni hisoblasak, shundagina ikkovi bir-biriga teng bo'ladi deya olamiz ekan. Endi streamline nima deb hayron bo'lib turgan bo'lsanglar, streamline shunaqa narsaki, mana bular streamline chizganlarim. Bu streamline shunaqa narsaki, shu liniya har doim nimaga? Velocityga perpendikular perpendikular emas, tangential bo'ladi. Masalan, mana bu yerda mana bunday tangential vektor, mana bu yerda bunaqa. Xullas, mana shu har doim velocityga tangential bo'lgan liniya streamline deyiladi va mana shu streamline bo'yicha flow bo'lish kerak ekan. Keyingi holat bu steady. Steady nima degani? Bu mana shu flowda yana qaraylik. Mana ularni o'chirib turay. Bu shunaqa narsaki, har bitta nuqtada flowdagi, misol uchun mana bu nuqtani olaylik, vaqt o'tgan sari undagi propertylar o'zgarmasligi kerak. Bosim, misol uchun tezlik, zichlik, mana shunaqa propertylari o'zgarmayotgan bo'lsa, shunaqa flowga steady deyiladi. Faqat bitta nuqtada emas, butun flow bo'yicha vaqt o'tishi sari undagi propertylar konstanta qolish kerak. Lekin steady flowni uniform flow bilan adashtirmaslik kerak. Steady flowda mana bu yerdagi property bundagidan farq qilishi mumkin, lekin vaqt o'tgan sari mana buni propertysi o'zi oldin qanaqa bo'lsa shunday qoladi, buniki ham xuddi shunaqa qoladi. Uniform flowda esa ikkovi bir xil bo'lishi kerak. Endi negligible viscous effects, ya'ni bizdagi oqimda shear stresslar yoki o'sha viscous forcelar ni inobatga olmaydigan darajada kichkina bo'lishi kerak deb shunaqa taxmin qilinadi. Bu shartlarda aynan nimaga shunday qo'yilganini ham mana shu formulani isbotini qilayotganimizda aytib o'tamiz. Endi incompressible flow, ya'ni zichlik konstanta bo'lishi. Butun nima bo'yicha yoki vaqt bo'yicha ham desak bo'ladi. Vaqt bo'yicha ham yoki butun flow bo'yicha density har doim bir xil bo'lishi kerak. Xo'sh, endi mana shu formulani isbotlashga harakat qilaylik. Endi bizga mana bu rasm kerak emas, buni o'chirib tashlaymiz. Eng birinchi qiladigan ishimiz albatta Newtonning ikkinchi qonunini
qo'llashga urinish albatta. Buning uchun mana bu streamline deb olaylik buni. Mana shu streamlinedagi infinite small bir fluiddagi nimani qaraylik. Bo'lagini qaraylik. Infinite small fluid bo'lagini qaraylik. Endi bizdagi isbotimiz hozir 2 dimensionda bo'ladi. Shunda isbotlash buni osonroq. 3 dimension uchun ham to'g'ri, bu Bernoulli tenglamasi faqat 2 dimensionga nima qilinmagan. O'sha 3 dimensionlik isbotni Navier-Stokes tenglamasi haqida gaplashganimizni albatta ko'rsatib o'tamiz. Hozir esa 2 dimension bilan bo'yicha nima qilishga, isbotlashga harakat qilib ko'raylik. Xo'sh, accelerationimiz bizdagi velocityni albatta vaqt bo'yicha hosilasi. Velocityni vaqt bo'yicha hosilasi. To'g'rirog'i bunda mana bunday qo'yaylik, mayli. Partial derivative emas. Velocity bu velocity field. Velocity field bo'lgani uchun albatta bu mana shu streamline bo'yicha har bitta nuqtaga bog'liq. Streamline yotgan nuqtalarga bog'liq. Ya'ni mana shuni qandaydir bir koordinata desam, mana shu koordinataga bog'liq, ya'ni s koordinataga bog'liq va vaqtga bog'liq. Chunki agar biz steady emas deb oladigan bo'lsak, shunda mana bu hosilamiz quyidagicha ko'rinish oladi. Bizda velocityni faqat bitta narsa, accelerationni topish uchun albatta vektordan hosil olish kerak. Acceleration ham aslida vektor. Lekin biz nimada oqimni streamline bo'yicha qarayotganimiz uchun faqatgina tangential acceleration qiziq xolos bizga. Shuning uchun biz vektorda emas, shunchaki velocityni o'zini qiymatidan hosil olsak, shunda bizga kerak bo'lgan accelerationning qiymati kelib chiqadi. Agar vektor qilib oladigan bo'lsak, markazga intilma tezlanishni ham topgan bo'lardik. Lekin biz u holda vektor tenglama hosil qilishimiz to'g'ri keladi va hosil bo'lgan ikkinchi tenglama biz xohlagan Bernoulli tenglamasidan boshqacha. Shuning uchun oqimni faqat o'sha streamline bo'yicha qarashimiz kerak. Mana shu tenglamani qo'llashimiz uchun. Shuning uchun vektor emas, skalar qiymatlarini qaraymiz. Shunda bu tangential acceleration bo'lyapti. Agar v funksiyamiz s koordinata va t ga bog'liq bo'lgan bo'lsa, kelinglar birinchi mana bunday qilib yozib olaylik. Bo'lmasa dv ni xo'sh, s va t ni ga bog'liq bo'lgani uchun s bo'yicha hosila partial derivative va vaqt bo'yicha. Keyin dv dt qiladigan bo'lsak, buni biz accelerationimiz ds dt plus dv dt. Endi steady bo'lishi kerakligi, mana bu tenglama to'g'ri bo'lishi uchun shu yerdan taxmin qilsak bo'ladi. Chunki agar steady bo'lmasa, mana bu quyidagi tenglamaga erisha olmay qolamiz. Shuning uchun mana bu term 0 bo'lishi kerak. Shundagina steady bo'ladi. Ya'ni vaqt bo'yicha velocity fieldda o'zgarish yo'q bo'lishi kerak. Shuning uchun agar bu 0 bo'ladi, chunki bu steady, shuning uchun bu shart berilgan. Shunda mana bu v ekanligi aniq, chunki yo'lni vaqt bo'yicha hosilasi albatta tezlik. Demak, buni biz steady qilib olganimiz uchun endi bu partial derivative o'rniga total derivative qo'ysak bo'ladi. Endi bu yoqqa endi biz accelerationni
velocity orqali ifodalab oldik. Endi kelinglar, mana bu infinitesimal bo'lakka Newtonning ikkinchi qonunini qo'llashga harakat qilaylik. Uning uchun mana shu infinitesimal bo'lakka tushayotgan kuchlarni qaraylik. Aytaylik, bizda z koordinata bu vertikal koordinata bo'lgani uchun g accelerationimiz bu yoqqa bo'ladi. Qanday joyiga chiroyli qilib yozib olaylik bu narsani. Acceleration g imiz bu yoqqa. Shuning uchun vektor chizib olishim kerak. Bu yoqqa mg. Endi bu infinitesimal kichkina narsa bo'lgani uchun bu yoqqa endi infinitesimal massa qilib olaman, dm va albatta bu g. Endi buni qiymatini o'zini yozyapman, vektorsiz qilib qiymatni o'zini yozyapman. Endi bizdagi flow bu tarafga bo'lgani uchun shuni ham mana bu yoqqa qilib qo'yaylik. Bu tarafga ketyapti. Flow bu tarafga bo'lgani uchun endi bu tomon agar biz pressure bor deb qanaqa pressure bor, mana shu pressure ni yozib olamiz. Xullas, mana bu yerda pressure bor. Endi pressuredan hosil bo'layotgan kuch endi mana bu yerda yuzasiga bog'liq. Endi o'sha yuzani dA qo'yamiz. PdA. Endi bu tarafda chizish sal qiyin bo'lyapti. Ana bu tarafda endi kuchimiz pressure endi infinitesimal ds ga yurganimiz uchun biz infinitesimal dp qo'shishimiz kerak va areamiz har doim o'sha dA. Xo'sh, endi bu yoqda bo'ldi, hamma kuchlarni qo'yib oldik. Endi Newtonning ikkinchi qonunini bemalol qo'llasak bo'ladi. Newtonning ikkinchi qonuni o'zi nima deydi? Hamma kuchlarning yig'indisi acceleration va massa ko'paytmasiga teng bo'lishi kerak. Demak, bizdagi kuchlar vertikal kuchlarda qarashimiz shart emas. To'g'ri, vertikal deganda mana bu s ga perpendikular bo'lgan, mana bu directiondagi kuchlarga qarashimiz shart emas. Biz mana bu directiondagi kuchlarga o'zini qaraymiz. Xo'sh, endi mana bu ds, mana bu infinitesimal bo'lakning uzunligi. Endi mana shu holatda mana shu ds vektorimiz nima bilan, vertikal bilan qandaydir bir setda burchak hosil qilyapti deb oladigan bo'lsak, sal qayerga qilib chiroyliroq qilib yozsak bo'ladi mana shuni. Mana bu yerga qilaman va mana bu yer setda bo'ladigan bo'lsa, mana bu mg ning bu tomonga proyeksiyasi mg sinus setda bo'ladi va bu directionga qaraydi. Endi buni hozir bu yoqqa chizsam o'ta xunaylashib ketadi, lekin o'zinglar ozgina urunsanglar ko'rsanglar bo'ladi. Mana demak, keyin mana shu o'q bo'yicha, mana shu s ga tangential bo'lgan o'q bo'yicha qiladigan bo'lsak, bizdagi tenglamamiz Newtonning ikkinchi qonuni bo'yicha hop PdA bu tomonga qaragan nimani musbat qilib oladigan bo'lsak, PdA minus P plus dP dA bo'lyapti va massani g ko'paytamiz va sinus setda minus qo'yapman chunki buni bu tarafga qaragan. Okey, demak sinus setda. Shu narsa accelerationga to'g'ri ma ga teng bo'lishi kerak. Endi bizda m o'rniga dm bo'ladi, chunki infinitesimal narsa qarayapmiz, dma bo'lishi kerak. Endi a o'rniga biz v dv bo'lingan ds qo'yamiz. Endi bu narsani hisoblab ko'rsak, qavslarni ochib olsak, bizda minus dp da. Endi massani o'rniga, dm o'rniga biz mana bu narsani qo'yishimiz mumkin. Bu rho dv degani, endi dv ni
ds va da ni ko'paytmasi qilib yozsak bo'ladi. Minus dp da minus rho ds da. Albatta bizda g ham bor. Nimaga belgilay olmayapman buni? Hayronman. Xullas g ham bor. Endi sinus setdagi e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu bizda dz bo'ladi. dz bo'ladi va bu ds, shuning uchun bu to'g'ri burchakli uchburchak pastda dx. Sinus setdan o'rniga dz bo'lingan ds qo'ysak bo'ladi. Teng bo'lyapti. Buni o'rniga yana rho ds da v dv bo'lingan ds qo'ysak bo'ladi. Hali ham belgilay olmayapman. Hayronman nimaga. Xullas bizda d'larni qisqartirib yuborsak tenglamadan, mana bu yerda ds ketadi, bizda ham mana bu yerda ham ds ketadi va biz quyidagi narsaga erishyapmiz. Minus dp minus rho g dz teng v dv. Rho v dv. Endi tenglamani rho ga bo'lib olib bu tomonga olib o'tsak, dp bo'lingan rho plus g dz plus v dv ko'rinishga ega bo'lamiz ekan. 0 bo'lishi kerak. Endi biz mana shu narsadan integral oladigan bo'lsak yoki mana bu larni g rho va v larni nimani ichiga kiritadigan bo'lsak, mana bu differensial ichiga kiritadigan bo'lsak, quyidagi narsaga erishamiz. Lekin rho ni ichkariga kiritish uchun dp ni ichiga rhoimiz konstanta bo'lishi kerak. Shuning uchun incompressible flow uchun qo'llanadi deyiladi. Agar unaqa bo'lmaganida, compressible flow bo'lganida, biz bu yoqdan integral qo'ygan bo'lardik va integral nima bo'lishini bilmagan bo'lardik, rho haqida ma'lumot bo'lmasdan turib. Shuning uchun compressible flow deb qo'yilgani uchun rho ni bemalol ichkariga kiritsak bo'ladi, g konstanta ichkariga kiritsak bo'ladi va v ni ham dv ni ichiga kiritsak, endi bu v kvadrat bo'lingan 2 bo'lib kiradi. Endi differensial operator bu, albatta bu linear operator, shuning uchun hammasini qo'shib olsak bo'ladi ichkarida. Shunda demak, mana shu narsani streamline bo'yicha hosilasi 0 bo'lsa, mana shu holatda mana shu funksiyamiz konstanta bo'lishi kerak ekani kelib chiqadi rostdan ham. Plus gz teng konstanta. Ko'p holatlarda ko'rasizlar, Bernoulli tenglamasi mana bunday qilib ham yoziladi. Va biz mana bu p ni static pressure deb nomlanadi. Static pressure. Va rho v kvadrat bo'lingan 2 ni dynamic pressure. Dinamik bosim. Va rho gz ni hydrostatic pressure deb nomlaymiz. To'g'ri nomlanadi. Ko'pincha mana shu holatda tenglamani ko'rasiz. Pastroqqa tushirib qo'yaylik. Endi men bu taraf bunaqa qilib yozdim, chunki specific energy qilib yozganimizda shunday qilib ko'rinishda yoziladi. Endi biz mana bu narsani eslamasdan ketdik.
ko'rayotgan bo'lsanglar, biz bu tenglamani hech qanaqa viscous forcelarni qo'ymasdan turib yozdik, chunki mana bu yoqda agar viscous force qo'yganimizda, ya'ni bu tomonga viscous force qo'yishimiz kerak edi nima bo'lishini va oxirida agar qo'yganimizda tenglamamiz oxirida mana bu holatga kelmasdik. Shuning uchun biz viscous forcelarni e'tiborga olmasligimiz kerak bu tenglamani qo'llash uchun. Va yana bir narsa eslatib o'tmoqchiman. Biz nimada directionda, ya'ni streamline directionda emas, agar mana shu streamline ga perpendicular directionda hisoblamoqchi bo'lsak, nimani? To'g'ri, Bernoulli equation emas endi u, balki shunaqa desak ham bo'lar. Xullas, o'shani hisoblaydigan bo'lsak, biz quyidagi narsaga erishar edik. V kvadrat r dn 0 bo'lishiga erishar edik. 0 deyman, uzr, konstanta. Ya'ni bu streamline dan streamline ga o'tganimizda bitta streamline boshqa streamline o'tayotganda balki shuni qo'lla olardik. Endi mana bu r nima? Bu r bu o'sha birorta streamline bo'lsa, o'shani curvature radiusi. O'sha curvature radius necha bo'lsa, o'sha mana bu yerga qo'yiladi. Endi qiziqarli narsa, agar biz z ni deyarli konstanta deydigan bo'lsak, agar rimiz kichkinayadigan bo'lsa, mana bu term, ya'ni hadimiz kattalashadi va pressure kamayadi. Ya'ni bizda qandaydir oqim bo'ladigan bo'lsa, aytaylik, qandaydir bir solid narsa bor va solid narsani atrofida bosim mana bunday to'g'ri oqim mana bunday oqayotgan bo'lsa, ko'rayotgan bo'lsanglar, albatta mana bu yerda curvature radiuslar bir xildek qilib qo'ydim. Aslida unaqa emas. Ya'ni ichkarida kichikroq, keyin curvature radius kattaroq, keyin yana ham kattaroq. Aynan mana bu nuqtalarga qaraydigan bo'lsak, aynan mana shu streamline ga perpendikular bo'lgan, perpendikular liniyada yotgan nuqtalarga qaraydigan bo'lsak, pressure eng curvature radius katta bo'lgan joyda katta bo'lishi kerak va kichkina bo'lgan joyda kichkina bo'lishi kerak ekanligini mana bu tenglamadan keltirib chiqarsa bo'lar ekan. Va albatta bu muhim narsa. Mana shu curvature paydo bo'lgan joyda pressure o'zgarishini ko'rsak bo'lar ekan streamline gacha. Endi aynan faqat mana shu tenglamadan emas, boshqacha urinish bilan ham bu nimani faktni isbotlasak bo'ladi. Misol uchun, fluid bunaqasiga yurayotgan bo'lsa, albatta markazga intilma tezlanishi bo'lishi kerak, albatta bu nuqtalarda. Agar biz mana bu blokni inobatga oladigan bo'lsak, endi bu infinitesimal emas, bu qanday bir o'sha joydagi bir shunchaki block of fluid, agar shuni oladigan bo'lsak, albatta bunda markazga intilma tezlanish bor. Endi markazga intilma tezlanish bo'lishi uchun albatta mana bu yerda agar biz hidrostatik emas, static pressure qarasak va bu yoqda static pressure qaraydigan bo'lsak, albatta bu tomondagi katta bo'lishi kerak, chunki forcelarning yig'indisi mana bu acceleration tomonga qarashi kerak. Mana shu nima bilan ham intuitsiya bilan ham isbotlasa bo'ladi buni. O'shanga qiziqarli bu isbot ham. Xullas, bu yoqda pressure 1, pressure 2, bu pressure 3. Xullas shu mana shu Bernoulli tenglamasi. Kelajakda mana shu Bernoulli tenglamasi bilan ishlanadigan balki misollar ko'ramiz. Va Bernoulli tenglamasini 3 dimensionda isbotini Navier-Stokes tenglamasi haqida gaplashganimizni albatta ko'rsamiz. Bu bugungi video edi. Yoqqan bo'lsa like bosinglar, obuna bo'lishni unutmanglar va albatta hammaga rahmat.